UNICEFning ma'lumotiga ko'ra, Suriyadagi qurolli to'qnashuvdan keyin oziq-ovqat tanqisligida och qolgan bolalar soni ortgan. Bu video Birlashgan Millatlar Tashkiloti tomonidan tasvirga olingan. Unda yosh bolalar Aleppo hamda Damashq shahridagi ochilgan bolalar markazida shifokor nazoratidan o'tayotgani ma'lum bo'lgan. Кичинекей алма бизге биринчи келгенде 1,5 килограмм болчу. Аны тынымсыз тамактандырып көзөмөлдөп турганбыз. Азыр бир аздан болсо да салмак кошо баштады. UNICEF tomonidan olib borilgan monitoringga ko'ra, bu yerdagilar sharoiti haqiqatan ham og'ir. Aleppo va Hama shahridagi uylarini tashlab ketishga majbur bo'lgan oilalar 2014-yildan beri tekshiruvdan o'tishmoqda. Дарыгерлердин жардамы менен алманын абалы жакшыра баштады. Кызым диареядан айыкты. Бул жерде жакшы карап жатышат. UNICEF Suriya hududida bu kabi tibbiy markazlar ochish bilan cheklanmasdan mahalliy shifokorlar hamda ixtiyorchilarni ham o'qitish ishlarini davom ettirmoqda. Mazkur yil so'ngida Aleppoda, Homsi va Xame shaharlarida yana 15 ta maxsus bolalar markazi ochiladi. Shu bilan o'lkada bunday markazlar soni 75 ga yetgan. Shuningdek, o'tgan haftada Birlashgan Millatlar Tashkilotining Xavfsizlik kengashi taqiqlangan kimyoviy qurollarni nazorat qilish tashkiloti bilan hamkorlikda ish olib borish bo'yicha so'zlashuvlar olib borgan. Ular Suriyadagi qurolli to'qnashuvda qo'llanilgan kimyoviy qurol kim tomonidan qo'llanilganini aniqlashmoqchi. Xlor gazidan Suriyada yuzlab kishi halok bo'lgan. Keyinchalik mazkur gaz qurol qatori qo'llanilgani aniqlangan.